Diqqat aholiga ogohlantirish. 2 noyabrdan O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlanadi. Ehtiyot choralarini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 2 noyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3-8 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, tuman tushadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 12-17 darajagacha pastlaydi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.